Oq xalat kiygan insonlarning hammasi ham shifokor emas. Ular orasida haqiqiy biznesmenlar ham bor. Bir davrada dono insondan turli-tuman savol so'rashdi. Dono inson hech erinmasdan javobini xalqqa ulashdi. Taqsir, dedi bir kishi turib. Kasal bo'lsak nima qilaylik? Qimmat shifokorlarga boraylikmi yoki bormaylik? Taqsir dedi. Albatta boring. Shifokorga axir pul kerak. Yozib bergan dorisini oling, dorichi ham pul ishlash kerak. Ularda ham axir ro'zg'or bor. Bu ularning tirikchiligi. Qabuliga bormasangizgar qanday o'tar tirikchiligi? O'qidilar ular necha yil sarflab chorak yillik umrini bemorlarni davolayman deb o'qidilar shifo ilmini. Lekin ba'zi shifokorlar bor. Oq xalatni pul uchun sotgan, qimmat dorini yozganidan ulushini olgan. Sizga shifo bo'lishi mumkin. Arzimagan 1 so'mlik dori, lek kasallik varaqangizga yozar ular 1000 so'mlik dori. Hatto sizga dorixonaning uyalmasdan manzilin berar, yozgan barcha dorilarimni shu manzildan topasiz deyar. Ular yozgan dorisini zinhor piling, aslo ichib qo'ymangiz. Sizda ham bor oila, ro'zg'or, hali kerak ko'p yashashingiz. Bu gaplarim hamma shifokorlarga taalluqli emas, lekin jamiyatimizda shunday shifokorlar ham uchrab turadi. Xulosa o'zingizdan. Sizlar bilan Mulohaza vaqt kanali bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling va bizlarni kuzatishda davom eting.